navbatda hech o'ylab boqmagan tarixiy bo'lgunch kunlarda yashayapmiz. Balkim bu kunlar kelgusida virus zamonidan ilgari, virus zamonidan keyin deb tarixiy fasil sifatida ishlatilishi mumkin. Bu kunlarga shohid bo'lmagan bolalarimizga virus zamonidagi masjidlarning taqalganligini, juma namozining o'qilmaganligini, Kabening quruq qolganligini, maktablarning taqalganligini, xalqaro uchadigan aeroplanlarning to'xtatilganligini, hammamizning uyimizga solinib talaga chiqqan vaqtimizda hammamiz maska taqib, birisi-birimizdan qo'rqib, ansirab yashagan bu qabahatli kunlarni so'zlab bergan vaqtimizda bu kunlar ularga hikoyadek anglashi mumkin. Mana biz bugun dal mushu kunlarning o'zida yashayapmiz. Asli bugun kunlar dars so'zlaydigan emas, dars oladigan kunlar edi. Men bu yerga dars so'zlash uchun emas, o'zim olgan darsni sizlar bilan o'rtoqlashish uchun chiqdim. Bu qiyin kunlarda dinimiz bizni nimishlarni qilishga buyuruydi, nimishlardan to'sidi. Qur'on Karim insonlarning bugun kunimizda qiyinchiliklarga duch kelgan vaqtida hammamizdan umumyuzlik yuz beradigan bir xatolikni bir qancha o'rinda tilga oladi va u xatolikdan hammamizni ogohlantiradi. U xatolik bo'lsa umidsizlanish va qayg'urish. Alloh taolo Qur'on Karimda va iza an'amna 'alal insani a'rada va na'a bi janibihi va iza massahu ash-sharru kana ya'usa. Agar biz insonlarga turli ne'matlarni bersak, insonlar u ne'matlar bilan o'ziga ishinib, haqoratlik qilib Allohdan yuz o'riydi. Agar u insonlar bir qiyinchilikka duch kelsa, ular darhol umidsizlanadi, ya'ni qayg'uradi, mayuslanadi deydi. Yana bir oyatda Alloh taolo la yas'amul insanu min du'a'il khayr va in massahu ash-sharru faya'usun qanut. Inson o'ziga yaxshilik tilashdan zerikmaydi. Agar u insonga bir qiyinchilik, bir yomonlik yetsa, darhol shu hamon umidsizlanadi, mayuslanadi deydi. Demak, qiyinchilik kunlarda umidsizlanish, qayg'urish, Allohga bo'lgan ishonchni yo'qotish biz tunji sodir qiladigan xatolik. Bundan saqlanishimiz kerak. Chunki umidsizlanish Allohga ishonmaydigan kofirlarning axloqi. Alloh taolo Qur'on Karimda innahu la ya'asu min ruhillahi illa al-qawmul kafirun. Shak shubhisizki Allohning rahmatidan, Allohning yordamidan faqat Allohga ishonmaydigan kofir kishilarla umid uzadi deydi. Hozirgi kunimizda badanimizning immunit kuchini yuqori tutish qancha muhim bo'lsa, ruhiy kayfiyatimizni yuqori tutishmi shuncha muhim. Bu biz qiyinchilikqa duch kelgan vaqtimizda Allohning bizni talab qilgan tunji ishi. Ikkinchi qilib bizni talab qilingan ish hamkorlashish. Bugun kunimizda bir-birini o'ldirish uchun har xil qurollarni kashf qilayotgan insonlar o'rtaq hamkorlashib, bir-birini davolash uchun dori izlayotgan bir kun. Demakki, bugun kunimiz hamkorlik kuni. Qo'limizda borni atrofdagilar bilan o'rtoqlashish kuni. Bugun kunimizda Allohdan haqiqiy qo'rqadiganlar Alloh yo'lida pul xarjlab, yetim yesirlarga, tul ayollarga va muhtojlarga yordam qiladi. Alloh taolo Qur'on Karimda vasari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-darra. Allohning kechirimiga va taqvodorlar uchun tayyorlangan kengligi osmon zaminchilik keladigan jannatga oldiranglar. Taqvo kishilar bo'lsa, mo'lchilik va qisinchilik vaqtlarda Alloh yo'lida pul xarjlaydi deydi. Demak, hozirgi paytimiz pulimizni ching tiqib o'y saqlaydigan payt emas, balki Alloh yo'lida xarjlab taqvodorlardan bo'lishimizning eng yaxshi fursati. Bugun kun odam ishlatayotgan va bino ilib uy ijara berayotganlarga eng chong imtihon va eng yaxshi fursat kelgan bir kun. Odamlarning maoshini bugungi bu qiyin kunlarda hargiz uzib qo'ymanglar. Agar to'liq bermasanglar, yerimini bo'lsa-mi beringlar. Imkoninglar yetgancha ularga yaxshilik qilinglar. Bu eng chong sadiqa hisoblanadi. Bino ilib uy ijara berayotgan kishilarmi shu. Uyinglarni ijara olayotgan kishilarga qo'linglardan kelishi ikrom qilinglar. Alloh sizlarga uy ijara og'il emas, uy ijara bagili nisb qilibdi. Buning bir shukronasini qilinglar. Bu sizlar uchun bir imtihon. Kuchinglarning yetgancha uyinglarni ijara olib o'tirayotgan kishilar ichidan qiyinchilik bor kishilarning yukini ko'tarishib beringlar. Bu sizlarning amaliy duoyinglar bo'ladi. Imkoniyatinglar bor turib uyinglarni ijara olayotgan kishilar ichidan qiyinchilik borlarning yukini ko'tarishib bermay, imkoniyatinglar bor turib qo'linglarda ishlayotgan kishilarning maoshini kesib qo'yib, jaynamozdan tushmay qancha duo qilsanglarmi, Allohning bundoq duoga ehtiyoji yo'q. Yillar bo'yi zakot ayirmaganlarning gunohini yuyishning eng yaxshi fursati mana mushu yil. Ilgari zakot bermagan bo'lsanglar, Allohga tavba qilib qazosini mushu yil qilinglar. Bugun kunimiz boylarga imtihon va fursat bo'lganidek, muhtoj va faqirlarga imtihon va muhtojlikdan qutulishning eng yaxshi fursati. Hozirgidek hamma taraf tang kuch chiqarib yordam to'playotgan vaqtda, agar muhtoj o'zining ehtiyojidan ortiq bir narsa olib olsa, yana bir muhtojning haqqini yeb olgan bo'ladi. Shundaqla faqirlikning eshigini ochgan bo'ladi. Texmo qabih oqibati, texmo xatarlik bo'g'ini mushu paytdan foydalanib, hojat yo'q turib, muhtoj bo'lmay turib, muhtojlarning haqqini egallar va omonat topshirsa, omonat
omonatga xiyonat qilganlarning oqibati tasavvur qilg'usiz xatarlik. Bundaq kishilar ilib olgan narsa bilan boyilib ketolmaydi. Aksicha piqirliqqa qoladi. Payg'ambar alayhissalom qasam qilib turib, la yaftahu abdun baba mas'alatin illa yaftahullohu alayhi baba faqr. Qandaq bir odam so'rashning eshigini ochadi ekan, Alloh taolo u odamga piqirchilikning eshigini ochadi deydi. Bu hadisni izohlagan olimlar qandaq bir odam ehtiyoji yo'q turib ko'paytib olish, to'plab olish uchun kishilardan bir narsa olsa, Alloh taolo u odamga piqirchilikning eshigini ochadi deydi. Aksicha Alloh taolodan qo'rqib, ehtiyojini ortiqni olmasa, omonatga xiyonat qilmasa, ehtiyoji bo'lmasa, olmasa, Alloh taolo u odamga chiqish yo'li ato qiladi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va men yattaqillaha yaj'al lahu makhraja" qandaq bir odam Alloh taolodan qo'rqidi ekan, Alloh taolo u odamga chiqish yo'li ato qiladi deydi. Bu qiyin kunlar mayli bayulayli, mayli namratulayli, hammamiz uchun imtihon. Bu imtihondan o'tganlar o'tadi. Kishilarning haqqini yevaganlar yevaladi. Bu fursatda pullarni xajlab olganlar xajlab oladi. Oxirgi hisobda Allohning oldida hammasi qilganning natijasini ko'radi. Bu kunlarmi ilgirki tarixda bundan qiyin kunlar o'tib ketganga o'xshash o'tib ketadi. Balkim bu qiyin kunlarda xajlab olgan pullarimizning savobini boshqa kunlarda topolmasligimiz mumkin.